Ana yuklab bo'ldi. Bo'limi boshqa qolmadimi, xudo xolasa? Akalar, O'zbekiston bo'yicha dastlabki qilib berilyapti. Bu hozirgi ketayotganimiz Qozog'istonga ketyapti. Ya'ni o'sha Toshkent chegarasigacha olib borib beriladi. Hattoki Qozog'istonga ham behijolat zakaz bersalar ham bo'ladi. Qirg'izistonga, Tojikistonga, xullas SNGga zakaz bersalar ham bo'ladi. O'zi bu asl nima deganlarga videoda oxirigacha ko'rib tursalaring to'liqroq ma'lumot beramiz. Hozir endi misol tariqasida $8,000, $10,000 yoki $5,000 olib yurmaysiz. Narxi bori bir $2,000-2,500 atrofida asosiysi garantiyasi bor. Videoni oxirigacha ko'rib tursalar, to'liqroq tushuntirib beramiz. Bizda yangi bo'lsalar, podpiskalarni bosib qo'yinglar, ishlab chiqarish bizneslar birinchilarni ko'rib bo'lasiz. Endi bu nimaligini sizlarga to'liqroq aytib bersam, bu aslida kultivatsiya bo'ladi, mana shunday qilib dastlabki qo'yiladi. Endi akamiz yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan tuzimiz. Avtoga qarashib turmaymiz. Xo'p, aka bu dastlabki bo'ldi. Bu dastlabki bo'ldi. Qozog'iston 7 soatga tayyorlab berdik buni. 60 dan 90 ga suriladigan universal kultivatsiyamiz. Ha. Chegaraga o'sha kelishim oldida gaplashildi. Olib borib beryapti hozir. Chegaragacha. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston faqat SNGga bo'lib chiqarib olaveradi. Karga orqali ham chiqarishning iloji bor. Ha. Xullas, balki olib sotishingiz ham mumkin. Eng qiziqarli joyi 5,000 yoki 8,000 yoki $10,000 emas. Dollarga hisoblaganda bir adashmasam $2,100 mi tushadi? 25 million so'm, ha? 25 million so'm. 25 million. Mana bu yerda tayyorni keling endi. Mana shunaqa holatda kultivatsiyalarimiz bo'ladi. Aka ishingiz bo'lsa ketavering, omad. Xullas, mana shunaqa kultivatsiyamiz hozir yig'ishtirilgan jarayonni ko'rib o'tdilaring. Endi qolgan mayda-chudalarni yig'ishtirib berishadi. Endi qaranglar, mana shunaqa kultivatsiyamiz o'zi ko'p joyda 7,000, 8,000, 10,000 zavodskosini aytamizda. Bularda zavodsko bilan birga bir chiqarib berishadi. Hattoki birlik bo'ladi. Mana birlik deyiladi, 10lik deyiladi, nechilik deyiladi? 10lik deyiladi. Mana shunaqa garantiyali bo'ladi. Yana qiziqarli joyi, razmerini xohlagan joyiga sursangiz bo'laveradi. O'zingiz arig'ingizni ochingiz bo'laveradi, to'g'rimi aka? To'g'ri aka. Nechidan nechigacha ochiladi, shuni aytib bersangiz. Bu 60 dan 90 gacha suriladigan. Xohlaganingizmi yo'q. Qo'sh qatori, yaka qatori farqi yo'q. Plyonkaga masalan, ko'pchilik plyonkaga ham ishlatishyapti, o'rtani op. Ha. Ishlatishyapti hozir. O joy tanlamaydi. Endi qarang, bunda 4 talik ekan. 3 talik ham va ularga 7 talikgacha qilib beraverasizlar. Shunaqa qilib berilaveradi buni. Zakazga qarab qilib berilaveradi. Xo'p, mana tishlari, garantiyasi qanaqa bo'ladi? Misollar qattiq joylarga so'rasa. Masalan, qattiq yurgan relissa bo'ladi. Masalan, birortasini uzib yubormagan, bo'lib yubormagan bu narsa. Hali unaqa gap kelgan yo'q, shalba kelgan yo'q. Shalba kelgan yo'q. Keyin yana bitta qulaylik tarafi, qarang, orasida misol ko'chatingiz bo'ladi. Mana ko'chatingiz kirganda ham, mana ancha-munchaga hech narsa bo'lmaydi. Hozir men sizga ko'chat tasavvur qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana bitta daraxtini yotibdi. Misol tariqasida mana sizni ko'chatingiz, mana qarang. Ko'chatingiz kelyapti, turpoq to'kayotganda ichidan bunday ko'chatingiz o'tib ketadi. Misol tariqasida. Ko'ryapsizmi? Ya'ni turpoq uni ustida botib, yo'qsa ezib, xunigini bunday qilib chiqarib qo'ymaydi. Ya'ni ko'chatingiz mana shunday tekis holatda bo'ladi va garantiyali bo'ladi. Mana shunaqa xususiyatlari bor. Xo'p aka, keyin buni sal boshqacharoq variant bor edi. Undan qolmay qoldi. Undan qolmadi, endi tayyorlanyapti ichkarida. Zakazda, hammasi. Qaranglar, mana shu o'tgan safar video qilganimizda to'liq edi. Faqat akalar, bitta iltimos deyishyapti har safar. Ochirit bilan aka. Ochirit, hozircha ochirit. Ochirit bilan. Ochirit, ya'ni o'sha ochiritni olmoqchi bo'lsangiz, siz telefon qilib, "Uka, mana senga $300 yoki $200 zakolat tashab qo'ydim, yo'qsam buncha so'mma tashab qo'ydim. Menga qachon ochiritim keladi, aniq chizasini aytib bersalar, bir haftadan 10 kunda atrofida sizlarga nima qilib berishyapti. Avvalambor svet o'chib qolmasin. Svet o'chib qolsa, endi bir kun keyin anaqa bo'lishi mumkin. Har holatda. Xo'p, aka, buni qarang, endi yuklab berib yubordilar. Dastlabki sizlardan bo'ladimi, kelishilgan bo'lyapti? Yo'q, kelishilgan holda u dastlabkamiz, kelishilgan holda bo'ladi. 1 yil garantiyasi bor. Zapchastda muammo yo'q. Muammo yo'q. Bu 25 million so'm hozirgi kundagi narxi so'mda. Hozirgi kundagi narxi. 25 millionda endi qayerlar? Qirg'izistondan, Tojikistondan qatlardan kuzatasizlar. Hozirgi kunda bizda $100 $1,200,000 so'm bo'lyapti. 5,000, 10,000 ag'a-bag'a. Xullas 25 millionda 1,200,000 ga shunday bo'lib olsalar, dollari chiqadi. Misol 2,100 ili 2,200 ashuna bilmayman, hammani summasi har xil bo'ladi. Shunaqa dollarda bo'lyapti, dollarga. Narigisi bo'lsa, mana bu yerda uzunchaqrog'i bo'ladi. U unaqa bittadan bo'lmaydi, attendli bo'ladi. Ikkitalik bo'ladi. Ag'ida bitta, bu tomonda ikkitalik bo'ladi. Ikkitalik bo'ladi. Unisi 28 million. 28 million so'm. 28 millionda 1,200 ga bo'lib olasizlar. Bu degani bir 2,402,500 atrofida bo'ladi. Dollarga aytib qo'yishimiz kerak-da, chet eldan ham ko'rishadi, biz atrofdan ko'rishadi. Behijolat, ichida texnikalari hamma yo'q, yangi bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana seflari, mayda-chudalari, xulo xolasa zapchastda muammo yo'q. Ichida sexlarni ham ko'rsatdim. Mana bu yerda tayyorlanish jarayoni, solidollar, mana solidollarni ham eng originali nomeradillardan qilishadi. Xudo xolasa hamma yo'q bor, garantiyali bo'ladi. Olasiz, maza qilib ishlatasiz. Bitta sexdan ko'rsatsam maylimi? Mana qaranglar, mana shu yerda sex bor, sexda o'zida hamma yo'q bor.
xohlaganingizcha ana shu kurtvasiz zakaz bersa bo'ladi. Bir qator sexni ko'rsatib o'tamiz. Sizlarga endi dangalliga sexda ana naryoqda ham bor ekan, bitta yangisi bor ekan. Bu miniroqqa tayinlandi bu. Kichikroq texnikamizga. Ha, kichikroqmi? Kichikroq, ha. Aytmachi, ash traktor nechidan nechgacha bo'ladi, shuni aytib qo'yaylik. Masalan, bu bo'yi pastroq texnikaga mo'ljallandi bu. Masalan, narigilarimiz bo'yi balandroq. Buni 15 santda kaltaroq tayinlab berdik. Ha, zakaz asosida. Zakazga. O'sha yig'lar qilib beraverasizlar. Qilib berilaveradi. Masalan, bizning texnikamiz baland ko'tarmaydigan akalarga jinday pastroq qilib bersa berilaveradi. Ha. Bo'yi pastroq mana. O'ziga moslab berilaveradi. O'ziga moslab berilaveradi. Zo'r, mana bu g'oya ham yaxshi. Haqiqatda o'zingizni traktoringizga moslab qilib beraveradi. O'zi asli bu necha traktorgacha bo'ladi? Xullas 28 dan boshlab ot kuchiga qarab ketaveradi masalan. Ketaveradi, ketaveradi. Balandga qarab tayinlab berilaveradi. Xudo xolasi bu necha pulga tushdi bu? O'sha summami? Bu o'sha summa bu ham. Ha, endi jicha asos qiladi. Endi qaranglar, hozirgi aytgan temirimiz mana joyda bo'ladi. Mana hozirgi naqd ish jarayon ketyapti, xudo xolasa. Akalar, mana hozirgi ko'rsatgan narsamiz mana bu narsa bo'ladi. Ya'ni bu o'sha yakkaligi bo'ladi. Ikkitadan ko'k turadi-yu, xuddi o'shani yakkalik variant bo'ladi. Ishxona mana ish jarayonida bo'lyapti. Hamma yo'g'ini yangi butun narsalar qilib berishadi. Bu jarayonlar orqani ko'rsating, kraska tepishyapti. Yuring, ashida ko'rsating maylimi aka? Mayli aka. Bizda ochiq o'yin bo'ladi. Ya'ni yashirilib, u qildi, bu qildi, unda ketdi, bunda ketdi bo'lmaydi. Ko'rib turibsizlar, mana kraska jarayonlari. Mana shunday qilib chiroyli qilib kraskalarni sepib, siz aytganingizdek qilib yasab hamma yo'qda berishadi. Mana ustakamiz ham bu yoqda hamma yo'qda millimetrgacha o'lchab qilyaptilar. Endi bu joyda keling, bu yoqda svarka jarayoni, to'kirlik jarayonlari, bu yoqda razmer olish jarayonlari, mana hamma yo'g'i mana shu yerda, mana shu mini zavodimizda bo'ladi. Xudo xolasa, muammo emas, garantiyasi bilan berilaveradi. Endi aka, bu kalsolarimiz qolmabdi-yu, zakaz ko'payib ketdi shekilli. Akalar, kalsolaring bo'lsa, bir joylarda yotgan bo'lsa, olishaveradi ham va sotishaveradi ham. Undan keyin mana mo'chimi 2 dona bu klient. Bu Belarus saksonimizniki bu diskamiz. Hozirgi narxi 4,5 million so'm. Ha, mabodo so'rasiz. Nima so'rasa 4,5 million so'm. Xo'p, endi xullas videomiz qisqacha bo'lyapti. Narsamiz oz. Kimgadir zarur bo'lsa, pastga raqamga aloqaga chiqarsa, albatta gazini bosib oling deyish esdan chiqmasin. Bizda yangi bo'lsalarning podpis tugmachasini bosib qo'ying, ishlab chiqarish biznes birinchilarni ko'rib olasizlar. Boshqa biz tushuntirib olmagan savollarimiz bo'lsa, ekrandagi raqamga aloqaga chiqing. Hamma savollaringizga javob berishadi. Asl mashakamiz to'ydirib olinglar mashakamizni.